Audio Jungle. Hammaga annyeong, sizlar bilan Boy YouTubers. Bizning bugungi mehmonimiz hammamiz bilgan Bek Harin. Men YouTuber Bek Harin bo'laman. Bugun menga berilgan savollarga javob beraman. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Unda biz intervyuni boshlaymiz. Bizdagi birinchi savol: sizni CapCut Pro olishingizga kim yordam bergan? Birinchi savol: sizni CapCut Pro olishingizga kim yordam bergan? Meni CapCut Pro olishimga sababchi bo'lgan YouTuber bu MyStylePG. Uni Telegram kanalidan birinchi bor CapCut Pro'ni olganman. Va bizdagi ikkinchi savol: sizni o'zingizni videolaringiz sizga yoqadimi? Ikkinchi savol: o'z videolaringiz o'zingizga yoqadimi? Ha, albatta, o'zim yasagan videolar o'zimga juda yoqadi. Va bizdagi uchinchi savol: fandom nomini siz qanday topgansiz? Uchinchi savol: fandom nomingizni qanday o'ylab topgansiz? Mening fandom nomimni ChatGPT o'ylab topib bergan. Va bizdagi to'rtinchi savol: yoqtirgan YouTuberingiz qaysi? To'rtinchi savol: yoqtirgan YouTuberingiz? Men juda ham ko'p YouTuberlarni yoqtiraman va kuzataman, shuning uchun bitta YouTuberni ayta olmayman. Va bizning so'nggi savolimiz: siz qo'rqadigan narsangiz nima? Beshinchi savol: eng qo'rqadigan narsangiz? Men eng ko'p yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Savollar tugadi. Hammaga rahmat. Sizga ham rahmat Bek Harin. Sizlar bilan Boy YouTuber bo'ldi. Hammaga xayr. Audio Jungle.